suyagimni yaxshi tursin, yemirilmasin, nima harakat qilishimiz kerak uy sharoitida so'rashayotgan ekan. Zaytun yog'i iching birinchidan, ikki mahal oshqon ichib zaytun yog'ida shunaqa modda borki, suyagingizni vaqotlashtirib turadi. Yana oddiy shu bobolarimiz tashlab ketishgan to'pun sho'rva deydi. To'pun sho'rva deganda o'sha molni oyog'ini hozir baraka topsin, o'sha korzinkalarda hozir qaziga o'xshab parra qilib kesib qo'yishyapti. Buni 1 kilosini olasiz, 1 kilosini olib 4 litr suvga solinadi. Bitta qaynab chiqqandan ko'pigini olib tashlaymiz-da, keyin 2 soat, 2,5 soat qaynab tayyor bo'ladi. Shu 50 gradus kelganda o'chirasiz, uni ustiga keyin bismillah deb bir vo' ukrop bilan bir vo' petrushkani shuni to'g'ri maydalab soling. Ana o'shani bitta odamga dozasi bir kunda 300 gram. 3 bo'lib ichib oling, bo'lib. Juda kuchli narsa bo'ladi. Endi buni siz agar xolodilnikga qo'yib sovutsangiz bo'ldi, u o'ldi. Unda vitaminlar o'ladi. Keyin tavsiya qilaman, buni faqatgina soat 2 dan keyin ichsangizgina tanangizga ta'sir qiladi. To'pun sho'rvaga qo'shimcha qilib, bizning o'zimizdan o'sha yillar davomida ishlatgan narsalarimiz bor. Mana shu narsamiz, asal, tarkibi toza, tabiiy asal. Yana o'sha mum yog'. Bu bo'g'inlarga bu narsani juda katta foydalari bor. Buni aralashtirib, bu qorishma shunaqa asal bilan kombinatsiya bilan aralashganki, sizni suyaklaringizni yoshartiradi, xudo xolisa.